Yo'l mana, yangi yo'l. Brat, yangi yo'lga emas ekanmi? Ukam yurasizmi? Ha, opam yuramiz, o'tirib turing, yana 3 kishi oling. Qolgan 3 ta odamga ham pulni men beraman. Tezroq haydang, shoshilyapman. Bo'ldi, ketdi. Allohim o'zing yo'llari mehnat qilgin. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yangi yo'lga ham yetib keldik. Rahmat. Kechirasiz, sizga bitta savolim bor edi. Xo'p, eshitaman. Har doim shu yo'lda taksida qatnayman, lekin siz qilgan ishni hali hech kim qilgani yo'q. Mashinaga o'tirishim bilan oynani tepaga qaratib qo'ydik. Meni ham oilamda onam, ayolim, singlim, opam, xolam, ammam borlar. Keyin ko'chaga tirikchilik qilaman, uyimga 4 tona olib kiraman deb chiqqanman. Lekinlagan emas. Baraka toping, sizdagi shofyorlar ko'payaversin mana. Rahmat. Menga qara, arendaga 01 mashina haydab olib, xohlagan ishimni qilaman deb o'ylaysan pitakni. Bilmasang bilib qo'y, shahar senga bedarvoza emas. Qishloqqa. Menga qara, sana mana bitta osmonni tagida bitta yurtda yashasa, bozorimizdan bir bo'lsa, nima menda osti joyim bor, nimanga katta ketyapsan? Gap borib agar kuchga taqalayotgan bo'lsa, kuch eshikda ham bor. Bittaga kelsa, sana mana tirikchilik qilamiz, oilamizga 4 tona olib kiramiz deb chiqqanmiz. Keyin bitta narsani bilmasang bilib qo'y. Karvon ko'p, rixsi bo'li. Toshkentlik. Alo. Ha, nima qilyapsiz? Va alaykum assalom. Xonim yommi? Qaysi o'ynashingizniki emas, xonimmi? Jinni bo'ladigan gapni gapirga Sobirahim pitakim yangi ochilgan Gulno xonimdan onasi. Aniqmi? Xotirjam bo'l onasi. Men ko'chaga tirikchilik qilaman. Oilamga 4 tona olib kiraman deb chiqqanman. Lekinlagan emas. Kam, mashinang gazmi, benzinmi? Gazda aka. Hozir gaz bo'lmasa bo'lmayapti-ku. Mashina arendami yo o'zingnikimi? Arenda aka, xudo xolasa 6 oy qolgan. Gap yo'q. Nexia bir bar legendali. Mana shuni bozor oldiga tashlab ketarsan-a? Xo'p bo'ladi, xo'p. Ye. Do'dan narsalar olib ketib ber. Olib borib beraman. Marxchim so'rab kelmadimi? Yo'q, tinchlik. Ha, tinchlik. So'rab kelsin, nomerimni berib bor. Rahmat. Mashinangizni yaltillatib olib, menga ko'chaga kiraga ketyapman deb qizlarni aylantirib yurasiz-a? Mani xotin emas, mashinam ham chiroyli. Keyin bu mashinani tozalavurishimga kelsa, onasi har xil inson chiqadi-da. Tozalikda gap katta. Keyin men ko'chaga tirikchilik qilaman, oilamga 4 tona olib kiraman deb chiqaman. Lekinlagan emas. Qarang-da. Oy, ota aylanib ham o'rgilib ham qoshig'ini topadi. Adasi, hadeb o'zingiz yeyorasizmi, xonimmi? Xo'sh, maqsad ko'chchi onasi. Biza ham bir yillik Gumma xonim o'ynab kulib borib kelardik, bitis qilib. Bitis, sabufer. Ishqim sani to'ydirishga pulim yetsa bo'ldi. Bo'pti, yura boraman. Hozir kiyinib chiqing. Bo'la qolgin, Hozir chiqyapman. Oo, jujuvona Mariya qayerda? Har holda shaharga ketyapman. Shaharga deysanmi? O'tirchi. Voy, Gumma xonim uyimizdan oldida ekan-u. Ha, onasi yangi yo'lda o'zimizning mahallada ro'vodining ro'parasida ochildi-ku. Yur ketdi maza ovqatlanamiz onasi. Shaharga bormaymiz-ami? Aloqa onasi so'masin, sig'i devor. Mana shahar 2dan yegim kelyotdi. Nima farqi bor? Sobirahimda ham, betda ham yangi ochilgan filiali. Qanchoy betda ham ekan. Aloqa so'masdan yurib, ol. Yuring, mana shu mashina. O'tirib tursangiz, yuklarni joylab o'tiramiz. O'tirib turing. Hatta qaytolsan endi aka? Koreyadan kelyapman aka. Ha, yaxshi. Uydagilar to'y boshlab qo'yishgan. O'shaning uchun keldim. To'y o'tkazib uydagilar olib yana qaytib ketaman. Shunaqa planlar. Kelib qolamiz, shu yerda tushib qolaman. Adajon, assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nega siqilib turibsiz? Yaxshi keldingmi o'g'lim? Senga qanday yetishni bilmay turibman. To'yga yuborgan pullaringni yo'qotib qo'ydim. Shunaqa deng. Nima qilishni bilmayman bolam. To'y kuni belgilangan. Hammani yetib qo'yganman. Mayli o'ylamang, ada, hammasi yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum amaki. Meni taniyapsizmi? Alaykum assalom. Ukam, hozir o'zini zo'rg'a tanib olmadim. Sani qayerdan taniyman? Menda sizni omonatingiz bor. Hozir tanib olasiz. Hozir. Amaki, mana omonatni mashina tushirib qoldirgan ekansiz. Rosa o'g'ri bo'lib sizni qidirdim. Topolmadim. Kechalari bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Men olay omonatingizni. Endi esladim sani. Birovni haqqidan qo'rqadigan mard bola ekansan. Rahmat senga. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Jiyan, va alaykum assalom. Tinchlikmi tog'a? Nima chaqiruvdingiz? Assalomu alaykum. Sen bu nima qilsan? Kira qilib kelib qoldim. Jiyan, bu bolani taniysanmi? Taniyman tog'a. Men arendagi mashina olgan-ku. Mana men mashinam. Sandan qarz so'rayman deb chaqirdim. To'y pulini yo'qotib qo'ydim. Mana shu bolani mashinasida tushib qolgan ekan. Qaytarib olib berdi. Baraka topsin. Shuncha pulni topibsan, ahmoq mashinani arendasini olib bormaysanmi? Arzimaga 6 oy qoluvdi-yu. Qizimisiz aka, nima deganingiz bu? Sizdan mashinani tirikchilik qilaman. Uyimga 4 tani olib kiraman deb olganman. Birovni haqqini yegan emas. Baraka top, o'g'il bola, mardga mardma. Ertaga ziyon natarsiga tushsang, mashinani nomingga o'tkazib beraman. Natarsi ham mendan. Rahmatli otam aytardilar, bu hayotda ikkita narsadan tiyilgin deb. Birinchisi birovni ayoliga ko'z tikishdan, ikkinchisi birovni haqqini yeyishdan. Katta bo'lib bu gaplarning hammasini mag'zini tushunib yetdim. To'g'rilikda bu hayotda. Gap katta ekan. Rahmat aka sizga.